Revmatolog qabuliga borishdan avval qaysi analizlarni topshirish kerak? Agar sizda bo'g'imlaringizda qirsillash va og'riqlar bo'lsa va sizda osteoartroz va artritga podozreniya bo'lsa, vrach-revmatologga borishdan avval quyidagi analizlarni topshirishni maslahat beraman. Bu vrachga og'riqning sababini tezroq aniqlashga, to'g'ri lecheniya qilishga va sizning pulingizni, vaqtingizni tejashga yordam beradi. Avvalambor, birinchi navbatda qonning umumiy tahlili, siylikning umumiy tahlili, S-reaktivniy belok, UZI va rentgen kolenных суставов, ya'ni tizza bo'g'imlari va og'riyotgan bo'g'imlarniki. Bundan tashqari juda muhim vitamin D3 ni tekshirish va ionizirованный kalsiyni tekshirish. E'tibor bering, hech bir analiz o'zi yakka holda diagnoz qo'yishga yetarli emas. Oxirgi xulosani vrach-revmatolog qiladi. Bu videoni saqlab qo'ying va bo'g'imlari og'riyotgan tanishingizga yuborib qo'ying.